qatnashchilari, ayol ishtirokchilar, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Markaziy banki va uning boshqarmalari tomonidan bir oyda 3 marta tadbirkorlar bilan uchrashuvimiz bor. Uchrashuv asosiy maqsadi fuqarolarni kreditga bo'lgan talabini o'rganish, kredit bo'yicha qiziqadigan savollarga javob berish bo'ladi. Biz Rishtol tuman Agrobanki mahallasiga bitilib 12 ta mahalla kreditlar ajratamiz. Ko'proq misol uchun endi nima bo'lish uchun hamma kredit liniyalarini sizlarga tanishib ketamiz. Misol uchun bitta jismoniy kreditimiz bor. Mahalla biznesga birinchi qadam 12 milliongacha olinadi bu kredit. Bu kreditning asl maqsadi, kreditning asosiy maqsadi fuqarolarni xonadonda o'tirib, uyda o'tirgan holda bekor fuqarolarni ish bilan ta'minlash. Uyda o'zini ish qilish, ayollar ko'proq bo'ladi yoki uyda hunarmandchilik qiladigan boshqa fuqarolar bo'ladi. O'shalarni uyda o'tirib o'zini biznes rejasini amalga oshirish. Buning uchun nima kerak bo'ladi? Pul kerak bo'ladi, mablag' kerak bo'ladi. Mablag'ni o'sha biznes rejalaringizga to'g'ri kelib, o'sha tartiblarga to'g'ri kelsa, biz ajratib beramiz. Biz eng minimumidan boshlaymiz. Mahalla biznesga birinchi qadam kreditimiz bor. 5 yilga 17 milliongacha maksimal summasi. Bu plastik kartaga tashlab beriladi. Kafillik 17 milliondan so'ng. Ayollarga bo'lsa 23%, erkaklarga 25%. Ayollarga pasport stavkamiz har bir kredit liniyamiz bo'yicha ayol kishi bo'lgan 2% pastga tushadi. Erkaklarga 2% balandroq kreditlarimiz. Buni ham mazmuni o'sha ko'proq ayollarga biznesga jalb qilish, o'sha ayollarning nimasini oshirishga qaratilgan. Keyin ikkinchi kreditimiz mahalla loyihasi 50 million so'mgacha bu. 50 million so'm kartaga tushadi bu. Muddati 5 yil buni ham. Foizi 25%. Ayol kishi bo'lsa 20%. 2 yil imtiyoz davri. Misol 50 million oladigan bo'lsa ham 1 million 50 ming, 1 million atrofida chiqadi. Kim shunaqa qilmaydi? Bungacha o'sha misol hunarmandchilik qilmoqchimisiz, chorvachilik qilmoqchimisiz, parrandani, issiqxona qilmoqchimisiz? O'sha 50 milliongacha bitadi. Ikkita uchta loyihasi bitadi xonadon. Ikkita sotib joyga misol uchun. Biznes qilsangiz bo'ladi. Ikkinchi loyihamiz bu yuriliklarga beriladi. 312 bo'yicha beriladi. Firma bo'lishi kerak. Hisobotga boshlangan. Guvohnoma olingan. Kakkalarda o'sha faoliyat yuritayotgan tadbirkor subyekti bo'lishi kerak. Buni maksimal summasi 300 milliongacha. 100 million so'mgacha oladigan bo'lsangiz, garov qo'ymaysiz. 100 milliongacha shuni beramiz. O'sha aylanma bilan pul bo'lishi, avval ko'rmoqchi bo'lsangiz 18 oy, ya'ni 1,5 yilga bo'ladi. Agar uskuna sotmoqchi bo'lsangiz 7 yilga beriladi. Muddat uzoq. Muddat qancha uzoq bo'lsa kreditni oylik to'lovi kam chiqadi.